$159 evaziga full box holatda deyarli yangida 8256 lik islomiy yashil rangdagi ko'ko'chadan ishlangan X9B Samsung S10 Plus dual sim kartali $155. Honor X9A 8x56 173 Note 13 Pro Plus 5G 8x56 lik chekinmada $289. A plus segmentda salafanlar olinmagan Autos 2 5G imekalar ofitsion ro'yxatdan o'tgan $129. Poco F5 Premium segmentni qarshi oling $245 haqiqiy tezkor model. A90 $165 imekasi ofitsion o'tgan. Note 14 yangi ishlamagan Note 14S modeli $255 turadi. $199 ga USB zaryadnigacha qilib beramiz. Lekin sim karta ham qo'yilmagan telefon. $95 evaziga internet zamqi uchun 5G katta xotira Redmi Note 9 zamonaviy uslub. $133 ga Honor 50 Lite 100% ideal smartfon. Puliga arziydigan smartfon. Ayni oldi korobka dokumentlargacha bor. Narxi esa $333. Google Pixel 7 siz uchun 8x56 lik eng arzon narxda taklif etaman. Smartfon narxi $269 evaziga M12 6000 amperli batarya. $122 evaziga M33 eski model $699 ga A+ segmentda.